Hi everyone, welcome to High English Alphabet. Sağollasizlar, yaxshimisizlar? G'oyat til tarbiyalash markazibizniki o'sha ingliz til elib basit degan o'sha sin darsi kelganlarni qarshi olamiz. Hamda bugungi bu darsimizda yana davomli holda tovush o'rganamiz. Tovushlar esingizmi? Oldingi bizning takrorlagan o'sha tongue twisterlarni esingizmi? Anaqda bugun o'rganmoqchi bo'lganimiz o'sha qo'shma so'zliq tovushlar. Oldingi darsimizda intayin murakkab bo'lgan taq so'zliq tovushlar to'xtalgan, hamda bugun qo'shma so'zliq tovushlar. Okay. Masalan, bunga masalan iye, uwe, I, oy, o, ow. Degan shu qo'shma so'zliq tovushlar to'xtalamiz. Birinchisi nima desam, a. Okay. A. Bu A deganimiz naq bizningki mush A harfining o'qilishi. A harfining o'qilishi. Masalan, birinchi so'z qarab baqsaq nima dersanglar? 8. Okay. What is that? 8. Okay. 8 deganimiz 8 degan gap. Shunami? Va keyingi so'zlar they, ular, they. Mana the. Okay. Ma tilimizda ozroq ishlaymiz. Deyapmanlar the, they. Yaxshi. Okay, they deganimiz ular degan gap. Endi bu shu A harfi talaffuz qilingan qaysi tovushlar bor ingliz tilida. Yo'q, harflar bor desanglar, masalan I yoki AY. Demak, endi bu shu harflar bilan kelgan so'zlarni sizlar qo'rqmaylar, A deb talaffuz qilsangiz bo'ladi. Qaranglar bolalar, mana bu birinchi so'z nima ekan? Cake. Yana bir ta'kidlab o'tay, ingliz tilidagi oxiri i bilan oxirlashganda i ni qanday qilmaymiz, talaffuz qilmaymiz. Masalan, cake, make, name, game, snake, gate, lazy degandek. Demak, hammasi ham shu o'tir demak a harfi bor. Demak, a ni deydigimiz a. Undan keyin ikkinchisi nima desam, I, masalan, rain, train, wait degandek. Endi yecho ay. Masalan, day, may, play, okay, today, way degan gap. Okay, degan. Mushlar nima desam, o'xshashlar nima? A. Okay, endi keyingi qo'shma tovush nima desam, I. Bu inglizcha shu I harfininki o'qilishi. Masalan, bike, in talaffuz qilmadik-ku. Buni o'xshashlar bike. Hamda keyingisi shu kite. Osonmikan? Bu shunchalik oson bo'ldi. iPhone nima deb qo'yamiz? Shu iPhone, iPad, iTouch, iWatch degandek. Mushlar hammasi nima? Shu I bilan boshlanadi. Demak, birinchisi I, yana birisi Y yoki nima? I, mush 3 harf bilan kelgan muborak so'zlarimizni naq mush I deb o'qiymiz. Masalan, I bilan kelgan kite, bike, nice, tiger, right, knife degandek. Endi makaynik va pichoq deganni knife deb o'qimaymiz, ammo K talaffuz qilinmaydi. Shuni bilan nima? Knife. Yoki oxiri Y bilan oxirlashgan. Masalan, buy, cry, fly, my, sky, try, why. Ko'rdingmi? Buy, cry, fly, my, sky, try, why. Another keying shu I bilan o'xshashlarni tie, pie deymiz. Mana ma'nosi bilmasanglar hech qisi yo'q. O'qisanglar bo'ldi. Bizning maqsadimiz o'qishni o'rganish bolalar. Qanday qilganni bir tilimizni bir o'qish. Tushunarlimi? Tie, pie. Yani şu UI. Bu o'xshashlar buy. Buni buy desa bo'lmaydi. Voy, u yoq o'tirdi ku buy desa bo'lmaydi, nima? Buy. Xo'sh, endi keyingisi nima desam, oy. Mana o og'zimiz jumla qo'lligini tovush tushunami? Keyingisi nima desam, I tovush eti. Boy. Okay, boy. Boy. Masalan, boy o'g'il bola toilet. Okay, toilet. Toilet. O bir ne degan gap? Tazliq qo'yadi. Toilet.
Endi bu oy bilan keladigan tovushlardan shu OI yoki OY mushkisi asosli. Masalan, birinchisini o'qib qo'yinglar. Oil, boil, coin. Yaxshi. Yoki OY bilan boshlanadi. Masalan, boy, toy degandek. Mushlar kelib qolsa, demaysan, shu o'ylab qo'yilgan gap. Endi mana bugungi darsimizning bir tal til qayrishmash qilgan. Haste makes waste deydi. Okay? Haste oldiraqsonlik yoki oldirab soldirab qilgan ish. Makes yasaydi yoki paydo qiladi waste isrofchilik. Okay? Demek hem de aldırıp saldırıp bilan bir ish qilsang, u isrofchilikni keltiradi. Demakchi ham de aldırıp saldırıp qilgan shu bikavul isrof bo'ldi degan gap. Haste makes waste. Haste makes waste. Okay. Endi men yerga s bor, shuni makes deymiz. Haste makes waste. O'xshash nima? A bilan boshlaydi. A vakan qo'yaribdi. Haste makes waste. Haste makes waste. Haste waste makes. Yaxshi. Xo'sh, hamsa ballar, mana bugungi darsimiz bo'lmoqchi bo'lsin. Hamsa night ko'p mashq qilib, hamda dehqonlar kelar sonimiz bo'lsin. Siya.